Assalomu alaykum aziz do'stlar, xabarchi o'z kanaliga xush kelibsiz. Azizlar, xabarlarimizdan to'liq ma'lumot olish uchun videolarimizni oxirigacha tomosha qiling. Albatta, keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling va video ostida bir dona like tugmachalarini bosib qo'yishni esdan chiqarmang. Biz esa boshladik. Prezident fermerlarga yengillik berdi. Fermerlar soliqdan qarzini vaqtida to'lay olmaganligi uchun shu paytgacha yig'ilib qolgan 1 trillion so'mlik pensiyani undirishdan voz kechiladi. Bu haqida 19-mart kuni Prezident Shavkat Mirziyoyevning kichik va o'rta biznes vakillari bilan sohaning iqtisodiyotdagi o'rnini oshirish va rivojlanishini yangi bosqichga olib chiqish masalalariga bag'ishlangan uchrashuvda ma'lum qilindi. Endilikda kichik va o'rta biznesga qo'shimcha talab va majburiyat yuklaydigan normativ hujjatlar qabul qilishga ham 3 yillik moratoriy e'lon qilinadi. Fermerlar uchun ham muhim yangilik soliqdan qarzini vaqtida to'lay olmaganligi uchun shu paytgacha yig'ilib qolgan 1 trillion so'mlik pensiyani undirishdan voz kechiladi, dedi Prezident. Shuningdek, hozirda barcha toifadagi tadbirkorlarga faoliyatini tugatish uchun bir xil talab belgilangan, ya'ni kattami kichikmi barchasi moliyaviy auditdan o'tishga majbur. Oqibatda ixtiyoriy tugatishga ariza bergan minglab kichik korxonalar qachon tekshiruvni kelib auditdan o'tkazishini kutib turibdi. Shu bois bu jarayon ham soddalashishi e'lon qilindi. Oxirgi 3 yillik aylanmasi 10 milliard so'mdan oshmagan soliqdan qarzi bo'lmagan korxonani ixtiyoriy tugatishda tekshiruv o'tkazilmaydi. Bundan tashqari 2028-yil 1-yanvarga qadar qishloq qurilish sanoati va foyda solig'i stavkasi oshirilmasligi belgilab qo'yilgan. Prezident tadbirkorlarda yangilik qilish, tan narxini pasaytirish, sifatni yaxshilash orqali yangi bozorlarga chiqishga ishtiyoq tobora kuchayib borayotganini ta'kidladi. Lekin ularning hammasi ham buning uchun qayerga borib, kimga uchrashish, qayerdan mutaxassis yangi texnologiya olib kelishni bilmasligi qayd etildi. Shu bois 20 ta tumanda kichik va o'rta sanoat korxonalarini rivojlantirish bo'yicha loyiha ofislari tashkil etiladi. Ularga xorijiy muhandis, texnolog, dizayner, buxgalter va marketolog olib kelinadi. Bu maqsadlarga shu yilning o'zida 100 milliard so'm ajratilishi belgilandi. Loyiha ofislari korxonalarga tan narxini tushirish, sifat va texnologiyani yaxshilashga, ularni yiriklashtirib sanoat darajasiga olib chiqishga ko'maklashadi. Bundan tashqari kichik biznesda yangi driver bo'ladigan uskuna va dastgohlar, tibbiy vositalar, elektronika, sanoat, logistika kabi sohalarda tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha alohida dasturlar qabul qilinadi. Xabarchi o'z kanali sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlari shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.